Assalomu alaykum, hurmatli chiroqchiliklar. Sizlarga ajoyib yangilik. Endilikda siz xotin-qizlarimizni pazandalik, karing san'ati, milliy taomlar, milliy shirinliklar, salatlarni qanday tayyorlanishini noldan o'rganmoqchi bo'lsangiz, Kenja va Manzura opani 2026-yil 1-may kunida yangi ochilgan Pazanda qizlar o'quv markaziga taklif qilamiz. Endilikda pazandalik kursini tamomlab biznesini rivojlantirmoqchi bo'lgan xotin-qizlarimizni yaxshi imkoniyat. Bemalol sixovay, domashniy bo'lgan biskvit, medalik, snickers tort, qoravoy tort, pirojni, bulichka, pirog, chak-chak turlari bilan lag'mon cho'zish, osh, mastava, qozon kabob, somsa, karing san'ati hammasini noldan o'rgatadilar. Bu borada Manzura opa 20 yillik tajribaga ega insonlar, taniganlar, bilganlar biladi bu kishini. Barkamol olib o'quv markazida 20 yildan beri pazandalik kursida ta'lim beradilar. Endi alohida o'quv markazi bo'lib ajralib chiqdilar. Biz Manzura opani yangi yil hayit bayramlarida ovqatlari, salatlari, tort, pishiriqlari, dasturxonga qo'yilgan konfetlarni ham o'zlari tayyorlab qo'yadilar. Hammamiz hayron qolardik. Qo'l mehnati baribir boshqachada. Agar sizni ham keliningiz, qizingizni pazanda bo'lishini xohlasangiz, qo'ldan yetaklab Manzura opani oldiga olib kelaverasizlar. Hurmatli qaynanajonlar, agar yo'q menga tayyor pazanda kelin kerak desangiz, bu yerda kelinlik ham nomzodlarimiz juda ko'p. Lokatsiyamiz Diamond binosi Pazanda qizlar o'quv markazida joylashgan. Bu taraf Sarban o'quv markazi, bu taraf 3-maktabda. Telefon raqamlarini pastda havolada qoldiramiz.